Assalomu Buxoro dam olish dasturi dushanba tongi biz yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Ta'lim. Ushbu sohaga qaysi tomondan kirsangiz ham ilm sizni hamisha kuzatib keladi va ushbu ilmni to'g'ri targ'ib qilish ham bir mahorat. Bu mahoratni agar ustozlar o'ziga singdirsa, haqiqiy ma'noda kelajak avlod yetuk kadrlar bo'lib yetishishi aniq. Xuddi shunday, zero aytishadi-ku, najot hamisha ilmda, najot bilimda, najot tarbiyada. Shunday ekan, biz ko'proq o'sha ta'lim tarbiyaga ahamiyat qaratsak agar, kelajakda farzandlarimiz ham komil inson bo'lib, shu yurt ravnaqi uchun hissa qiladigan, demak, farzandlar bo'lib kamolga yetishadi. Shu o'rinda yana bir narsani aytish joizki, bugungi kunda jadidlar ma'naviy merosini o'rganishga ham juda katta e'tibor qaratilmoqda, ayniqsa ta'lim yo'nalishida maktablarda va oliy ta'lim muassasalarida ham bu yo'nalishda juda ko'plab ilmiy amaliy konferensiyalar, tadbirlar tashkil etilmoqda. Bizda navbatdagi sahifa mavzusi ham shunga oid. Unda aynan pedagoglar mazkur mavzularni o'qitishda zamonaviy ped texnologiyalarni qo'llab sifatli dars mashg'ulotlarini taqdim etganlar birgalikda tomosha qilamiz. Tarix va biz sahifasida bugungi mavzuyimiz jadid bobolarimizning bugungi hayot yo'li, ularning o'sha bosib o'tgan faoliyatlari va aynan bugungi jamiyat uchun mana shu faoliyat qay darajada muhim ahamiyat kasb etadi. Mana biz hozir sahifamiz orqali pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Shamsiya Alimova bilan suhbatda bo'lamiz va aynan bugungi yosh avlod qalbida jadidchilik g'oyalarini, aynan jadid bobolarimiz bosib o'tgan hayot yo'li qay darajada ularni qalbiga singdirib borilyapti. Bugungi yoshlarimizni jadid bobolarimizga bo'lgan mehrini oshirish, bu o'sha davrda hamjihatlikni o'rganyapti. Jadid bobolarimiz hashamatli bino qurmadi. Mol dunyo ortidan quvmadi. Ular ilm ma'rifatga harakat qildi. Millatni ozod va farovon yurt qurishni orzu qildi. Yevropa ta'limini, dunyoviy ilmlarni ham o'zlashtirishni da'vat qildi. Shunday ekan, bugungi yoshlarimizga yaratib berilayotgan imkoniyatlar, biz pedagoglarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar juda cheksiz. Biz bundan unumli foydalanishimiz kerak va yoshlarimizni darslarini samarali tashkil etishga bor kuchimizni safarbar qilishimiz kerak. Bugungi ochiq darsimda men juda ko'p interfaol metodlarni qo'llashga harakat qildim. Bevosita masalan davom ettir metodi orqali har bir jadid ma'rifatparvarning fikrlarini ham o'rganib oldi. Shu bilan birgalikda fikrning davom ham ettirib bildi. Bu metod orqali talaba o'sha fikrni yana bir marta xotirasida diqqatini jam qilib joylashga harakat qildi. Demak, birlashtirib metodimiz bu ta'lim samaradorligini yanada oshirishga da'vat etadi. Ya'ni psixik bilish jarayonlarini ham bir joyga jamlaydi. O'sha uzundan uzoq ma'ruzalar orqali ularni zeriktirmasdan bugun yangi texnologiyalarni qo'llash orqali bilim beryapsiz. Shunday. Samaradorlik qanaqa? Samaradorlik shundaki, qisqa muddat ichida yaxshi natija ko'rsatadi. Bolalar bitta fikrni qayta demak, bu metodda demak, masalan, davomini to'p yoki bo'lmasa chaqqon bo'l yoki nilufar guli, baliq skeleti metodlari orqali tez takrorlash orqali bolalar bu narsani demak avtomatik ravishda, bu avtomatizatsiyalashadi. Ya'ni ongida singib qoladi. Demak, haqiqatan ham Abdulla Avloniy nima qilgan? Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo saodat, yo falokat, yo halokat masalasidir. Bu bir necha marta lavha, bizda hozir zamonaviy axborot texnologiyasi, raqamlashtirish asri. Bizda mana biz bir paytni o'zida bir nechta jarayonni birlashtirib boryapmiz. Ham demak, ko'rgazma metodlaridan foydalanyapmiz, ham demak, texnologiyalardan foydalanyapmiz, ham birgalikda jamoa bo'lib ishlashni demak, talabalarimiz o'rganyapti. Mana shunday interfaol metodlar orqali jadidlarning g'oyalarini, she'rlarini, fikrlarini demak, o'quvchilar ongiga singdirib borish va ularni faqat singdirish, yodlash emas, balkim amalda, hayotda qo'llay bilishni ham o'rgatish kerak. Chindan ham jadidlar faoliyatini biz bir dars davomida
darrov anglab qolmaymiz, balki o'sha yillar mobaynida ularning o'sha bizga qoldirgan boy ma'naviy merosini o'rganib borishimiz zarur bo'ladi. Mana shu o'rganish jarayonida buyuk ajdodlarimizga bo'lgan mehr muhabbat yanada mustahkamlanadi va biz o'zimiz mana shu ziyoli jamiyatning farzandi, ziyoli bir jamiyatning o'sha davomchilari ekanligimizni o'zimiz uchun anglaymiz. Bu esa milliy o'zlik tuyg'ularini qalbimizda shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi sahifamizda sizga ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.